Assalomu alaykum. Intervyuga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. O'zingizni tanishtirsangiz. Tanishganimdan xursandman. Men Bumi Finance Center qurilish loyihasini amalga oshirgan Bumi Construction kompaniyasining loyiha direktori Vi Juhwan bo'laman. Tanishgandan xursandman. Bino qurilishida bilamizki, asosan Janubiy Koreyalik mutaxassislar qatnashgan. Ularning xalqaro darajadagi tajribasi Bumi loyihada birlashgan. Aytingchi, ushbu bino O'zbekiston bozorida aynan qanday omillar bo'yicha raqobat qila oladi deb o'ylaysiz? Binomiz Koreya kompaniyasi tomonidan qurilganligi sababli loyihada ko'plab koreyalik texniklar va muhandislar ishtirok etgan. Faqat Koreya kompaniyasi xodimlari emas, balki Filippin va boshqa davlatlardan kelgan xalqaro mutaxassislar ham qurilish jarayonida qatnashgan. Avvalo Koreya deganda odatda raqobatdosh, kichik bo'lsa-da kuchli davlat ko'z oldimizga keladi. Kompaniyamizni asosiy tamoyili professional va yuqori darajadagi e'tibor bilan ishlaydigan tashkilot bo'lishida. Koreyalik muhandislar joyida ishlash jarayonida yuqori darajadagi diqqat va fidoyilik ko'rsatib, qisqa vaqt ichida yuqori sifatli bino qurishga erishdilar. Shu sababli Koreya tomonidan va koreyalik muhandislar ishtirokida qurilgan Bumi Finance Center ko'plab insonlar tomonidan ishonchli va yuqori sifatli bino sifatida baholanmoqda. Asosan binomiz tashqi dizayni aniq konsepsiyaga ega. Unda Koreyaning milliy merosiga Munjar va O'zbekistonning milliy merosi hisoblangan Registon uyg'unlashtirilgan. Dizayn ikki davlatning ramziy qadriyatlariga asoslangan. Binoning yuqori qismi Koreya milliy merosi Munjardan ilhomlangan bo'lsa, pastki qismi O'zbekiston Registon majmuasini ifodalaydi. Bu esa Koreya va O'zbekiston o'rtasidagi uyg'unlikni anglatadi. Tashqi tomondan qaraganda bino ajralib turadi. Ayniqsa O'zbekistonda kam uchraydigan oq rang bilan. Bu oddiy oq rang emas, balki oy nuri kabi mayin va iliq tus beruvchi rangdir. Binoning tashqi ko'rinishidagi muhim jihatlardan biri vertikal lowerdan foydalanilgani. Ular nafaqat estetik, balki texnik funksiyani ham bajaradi. O'zbekistonda yozda quyosh nuri kuchli bo'lganligi sababli ushbu elementlar quyosh nurlarini to'sadi, ko'z qamashini kamaytiradi va energiya tejashga yordam beradi. Bumi Finance Center shahar teksturasidan yaqqol ajralib turadi. Ya'ni to'liq fasad oq rangdan tuzilgan. Bu g'oya bino strukturasidagi qanday ta'sir ko'rsatdi? Konstruksiya jihatidan bino oddiy ko'rinsa-da, asosiy xususiyati ustunlar orasidagi masofaning juda katta ekanligidir. Bu O'zbekistondagi odatiy binolar orasida eng kattalardan biri bo'lib, gorizontal yo'nalishda 14 metr, vertikal yo'nalishda esa 14 metrgacha yetadi. Bunday katta oraliqlarni yaratish uchun yuqori darajadagi konstruktiv xavfsizlik talab qilinadi. Shu bois koreyalik muhandislar bilan hamkorlik qilindi. Shuningdek, O'zbekistondagi taniqli konstruktor mutaxassis Kamil Hakimov bilan hamkorlikda loyiha ishlab chiqildi. Bilamizki, har qanday inshoot ortida uning xavfsizlik va muhandislik tizimi yotadi. Shu binoda tashqaridan ko'rinmaydigan qanday texnologiyalar qo'llanilgan? Bino yuqori darajadagi seysmik talablar asosida qurilgan bo'lib, yakunlanish arafasida zilzila bardoshlik sinovlaridan ham muvaffaqiyatli o'tgan. Bino 3 ta yer osti va 30 ta yer usti qavatidan iborat bo'lib, jamida 12 ta lift mavjud. Shundan 4 tasi pastki qavatlar uchun, 4 tasi yuqori qavatlar uchun, 2 tasi o'rta qavatlar uchun va 2 tasi favqulodda holatlar uchun mo'ljallangan. Liftlar Koreyaning Hyundai Elevator brendiga tegishli. Liftlar 1-qavatdan 30-qavatgacha 1 daqiqadan kam vaqt ichida yetib boradi. Bumi Finance Center Toshkent City Park hududida joylashgan. O'zbekistonning nufuzli binolaridan biri deb o'ylayman. Biz uni aynan shunday ruh bilan qurdik. Kelajakda bu yerda joylashadigan kompaniyalar Bumi Finance Centerda faoliyat yuritib, o'z bizneslarini kengaytiradi va yanada rivojlantiradi. Men ishonamanki, bu markaz nafaqat O'zbekistonda, balki global miqyosda kompaniyalar uchun kengayish va rivojlanish nuqtasiga aylanadi. Biz uni aynan shu maqsad bilan qurdik va kelgusida ijarachilar uchun xizmatlarni ham taqdim etamiz. Rahmat. Bumi Finance Centerni sevib, qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Javoblaringiz uchun rahmat. İşlerinize omad tilayman. Thank you.